Imom Termiziy Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan quyidagi hadisni siz azizlarga o'qib eshittirib amal qilishligimizni Allohdan so'ragan holda aytib bermoqchi edim. Ida aradallohu bi abdihil khayr. Agar Alloh deyaptilar payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam. Agar Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, ajjala lahul uqubata fid dunya. Alloh taolo o'sha bandani mana shu dunyoni o'zida jazo berar. Hammamiz gunohkormiz. Shu bandaga yaxshiligini ravo ko'rsa, shu dunyoda Alloh taolo unga ba'zi bir uqubatlarni berib turar ekan. Kimni yomon ko'rsa, bu dunyoda har qancha holati bo'lsin, unga uqubat bermasdan narigi dunyoda jazosiga saqlab qo'yar ekan, Alloh saqlasin. Shuning uchun ozginagina betob bo'lishligimizga ham alhamdulillahki gunohlarimizga kafforat bo'lar ekan. Bunaqa holatda albatta shukr qilib sabrda turishligimiz kerak. Sabr qilsak inshaalloh Alloh buni ziyodasini beradi. Alloh azza va jalla siz va bizlarga mana shu sabrimiz evaziga mukofot berishligini va'da qildi. Qur'oni Karimda ko'p aytamizki, mana istirjo kalimasini aytamiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz. Mana shu eng mo'minlarni har qanday musibat yetganda tinchlantiradigan istirjo kalimasi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz. Shunday ekan, dard ham o'tguvchi, umr ham o'tguvchi, hammamiz o'tguvchi. Ertaga Allohning huzuriga borishimiz bor. Qiyomat bor, azob bor. Shunday ekan, biz o'zimizni to'g'rilashimiz kerak. Tavba qilishimiz kerak azizlar. Alloh taologa shukr qilib, tafakkur, tadabbur qilib, mana shu musibatlarning orqasidan ham o'zimizga kerakligini olishimiz kerak. Bizda o'zgarib ketdi-da juda ko'p narsalar. Hattoki xalqimizning ongiga ko'p noto'g'ri maqollar kirib ketgan. Masalan, aytadi, sherikchilik qilib bo'lmaydi, sherikchilik go'shtini hech kim yemaydi va hokazo aytadi. Va shuning ichida eng yomon maqollardan bittasi, yetim qo'zi asrasang og'zi burning moy bo'lar, yetim bola asrasang og'zi burning qon bo'lar degan juda xato maqol bor. Bu musulmonning maqoli emas azizlar. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadislarni sizlarga aytmoqchiman. U zot aytadilarki, ana va kafilul yatim fil jannati hakaza. Qo'llarini sahobalarga ko'rsatib, o'rta barmoq bilan ko'rsatgich barmog'ini ikkalasini bir-biriga tekkizib, men va yetimning kafillikka olgan kishi jannatda shunday turamiz deb bir-biriga tekkizdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga eng yaqin turadigan, yelkasiga tegib turadigan darajada qo'shni bo'lishni xohlagan kimsa yetimparvar bo'lish kerak. Yuqorida aytilgan maqol Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hadislarini inkor qilishlik bilan birga juda katta gunoh ham. Qanday qilib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam yetimparvar bo'lgan odam bilan jannatda men shunday turaman deb tursa-yu, biz yetim boqsang og'zing qon bo'ladi desak, musulmonning gapi emas. Yetimparvar bo'lishimiz kerak. Yetimni boshini silashimiz kerak. Kitoblarimizda qarang, Rasulimiz alayhisolatu vassalam bir hadislari bor. O'sha kim yetimni boshini silasa, bu to'g'ri ma'nodagi silash. Sochlarini tuki barobar shunga ajr bo'ladi degan. Men bir paytlar ko'zim tushgan edi bir gapni. Agar deydi biror bir odam yetimni boshini silasa, yuqoridan pastga qarab silasin, pastdan yuqoriga silamasin, sochi qayrilib ozor berib qo'ysa qiyomatda javob beradi deyapti. Shunchalik darajada ozordan ehtiyot qilinyapti yetim. Shunchalik darajada. Ana shuning uchun ham yetimlarni haqqiga xiyonat qilmaslik, ularni ehtiyot qilishlikka chaqiriladi. Nikoh bu islomdagi eng muqaddas tushunchalardan biri. Islomdan avval bo'lgan ummatlar davrida ham o'zi oila qurishlik buyurilgan. Umuman oila masalasida azizlar, er va xotin naslni davom ettirishga sababchi. Bizning dinimizdagi sababiyat qonuni asosida yaratgan dunyoni Alloh insoniyatning ko'payishligini er va xotin, ya'ni ota va ona orqali bo'lishligini o'zi xohladi.
Allohning irodasi. Shuning uchun ba'zilarimizni erkak, ba'zilarimizni ayol qilib yaratdi. Va inson o'z jufti bilangina baxti mukammal bo'ladi. Odam alayhissalomning jannatda hamma narsasi bor. Qasrlar deysizmi, hamma narsa bor, lekin baxti mukammal bo'lmagandek ko'rinaverdi. Alloh uyquga ketkizib, o'z qovurg'asidan o'zini juftini yaratdi. Baxti mukammal bo'ldi. Inson o'zini jufti bilan, jufti haloli bilan azizlar mukammal baxtga ega bo'ladi. Va aytadilarki, inson u dunyoga birga olib ketadigan narsasi Alloh bergan ne'matlar ichida qiyomatda hatto jannatda ham birga bo'ladigan ikki ne'mat, biri iymon, ikkinchisi nikoh. Ta'azu billah. Hum va azvajuhum fi zilalin alal araiki muttakiun oyat. Alloh taolo aytibdiki, albatta qiyomatda jannatiylar er va xotinlar suyanchiqlik so'rilarda yaslanib o'tiradilar. O'zingizni jufti halolingiz inshaalloh jannatiylar ro'yxatidan bo'lib taqvoda birga bo'lsangiz, jannatda sizni qarshi oladigan bu sizni jufti halolingiz. Bir shayx jannatni sifatlab erkaklarga jumada maviza qilyapti, jannatga borganingizda sizni kutib olishli holatlarini. Hammani xayolida birinchi tug'iladigan savol nechta hur kutib olarkan deydi-da o'zi. Aytayapti shayx, jannatga kirasan desa haligi bir odam o'tirib kutyapti ekan, qachon aytarkinlar, qachon aytarkinlar. Jannatga kirasan, jannat darvozalari ochiladi. Shundoq jannat darvozasini ochsang, go'zal liboslarda, go'zal kiyimlarda, go'zal suratlarda seni xotining kutib oladi desa, pastda o'tirgan shayxga qarab, "Ittaqi ya shayx, Allohdan qo'rqing" deyapti. Shu yerda ham xotinim kutib oladimi deyapti. Aslida u bu dunyodagi xotin tasavvur qilyapti, lekin azizlar, bu dunyodagi jufti halolimiz jannatda orzu qilgan darajadan ham go'zal bir suratda bo'ladi. U dunyoda boshqa endi azizlar. Shuning uchun biz ayolimiz bilan jannatga birga kirishlikni harakatida bo'lishimiz kerak. Demak, bizning jufti halollarimiz albatta jannatda ham birga bo'ladi. Modomiki agar har birimiz taqvoda, dini diyonatda bo'lsak. Sabr bu azizlar qiyinchilik, tangchilik kelgan mahalda sobit turib o'zini ushlash. Sabr 3 xil. Ya'ni musibatga sabr qilish, ma'siyatdan sabr qilish, toatga sabr qilish. Musibat bilamiz, har qanday musibat bo'lsin, bunga sabr qilishlik talab qilinadi. Qanaqa musibat bo'lsin, bunga sabr qilishlik kerak. Musibatda katta kichigi bo'lmaydi azizlar. Hatto Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam poyovzalining boylaydigan ipi uzilib ketishlik ham bir musibat, unga ham inna lillahi va inna ilayhi rojiun deganlar. Hechkina xoh u ma'naviy bo'lsin, xoh iqtisodiy bo'lsin, hammasi bir imtihon. Buning uchun albatta odam, har qanday mo'min musulmon sabrlik, qanoatli bo'lishlik kerak va bu sabri evaziga mukofotni umid qilish kerak. Yoki bo'lmasa ma'siyatdan sabr. Ma'siyatdan sabr degani gunohlar qilishlikdan saqlanish. Bunga ham sabr kerak. Bir insonni bir xonadonga qamab ustini qulflab, bunga hech qanday gunoh qilishning imkoniyatini bermasak, aytaylik unga ichkilik bermasak, biz u odamni ichmayapti deb ayta olmaymiz. Icha olmayapti deb aytamiz. İmkoniyati yo'q. Lekin hamma narsani bilib turib, imkoniyati bo'la turib, shunday ma'siyatni ko'rib, shundan o'zini saqlab olishlik uchun katta sabr kerak, taqvo kerak. Allohning toati uchun ham sabr kerak. Mana kelamiz, tahorat olamiz, kirib o'tirishligimiz mana shu toat, itoat uchun ham sabr kerak. Umuman mo'min musulmon odam har qanday holatda o'ta sabrli bo'lishlik kerak. Esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, Alloh azza va jallani ham as-sabur ismi borligi. Hech o'zingizga savol berib ko'rganmisiz? Alloh sabr qiluvchi. Alloh azza va jalla qanaqa sabr qiladi? Musibat yetmasa, har qanday musibatni bartaraf qiluvchi zot, dard berguvchi, shifo berguvchi o'zi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunga javob berganlar. Aytadilarki, aziyatga Allohdan ko'ra sabr qiluvchi zot yo'q deydilar. Alloh o'zi yaratgan bandasi unga kimdir sherik qilsa, kufr keltirsa ham sabr qilib Alloh taolo uni ofiyatli qilib uni rizqini beradi dedi. Alloh sabr ila hammasiga berar ekan. Biz shundan o'zimizga xulosa olishimiz kerak aslar. Har qanday holatda sabrga intilishimiz kerak.
sabrli bo'lishimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Estaizu billah, va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un." Alloh o'zi marhamat qilib aytayapti. Sizlarni biz imtihon qilamiz deyapti. Qarang, imtihonligini isboti. Va lanabluwannakum, biz sizlarni imtihon qilamiz. Qanday imtihon? Alloh aytayapti. Bi shay'in minal xavf, sizlarga xavf solishlik bilan imtihon qilamiz. Xavf ham bir imtihon. Mana shu xavf solinganda, qalbiga xavf tushganda, biror narsadan qo'rqqanda, uni imtihon deb qabul qilib, Allohning yordami bilan mana shu xavfdan chiqib ketishlikni Allohdan so'raladi. Val ju', ochlik bilan, ya'ni qiyinchilik, mushkullik bilan imtihon qilib ko'ramiz deyapti Alloh taolo. Va naqsi minal amwal, mol dunyoyizni kamaytirishlik bilan imtihon qilib ko'ramiz. Val anfus, o'zlaringizni ichlaringizdan jigar go'shalaringizni, ota-onalaringizni, aka-ukalaringizni, ba'zan shirindan shakar farzandlaringizni olib imtihon qilib ko'raman deyapti Alloh. Bir xilgi insonlar noto'g'ri talqin ham qiladiki, biror bir odamning boshiga birdan bir musibat tushib qolsa, bir falokat uchrab qolsa, yo birdan aytaylik badavlat odam inqirozga uchrab qolsa, kasal bo'lib qolsa, qandaydir bir qiyinchilikka tushib qolsa, ba'zan aytamizki, ha, o'zi haddidan oshib ketuvdi-da. O'zi bundoq bo'luvdi-da. Bu Allohning ko'rsatishi shunaqa bo'ladi. Yo birodar, Alloh taolo faqatgina bir insonni yomon bo'lganligi uchungina imtihonga solmaydi. Kim boshiga qiyinchilik tushayotgan bo'lsa, u yomon inson bo'lganligi uchun bu holatga tushmayapti. Ushbu imtihonlar meva-chevalarni kamaytirishlik, qurg'oqchilik berishlik. Ya'ni har xil xavflarni mana Alloh o'zi Qur'onda aytib turibdi. Mana shunaqa holatlar bilan sizlarni imtihon qilamiz deyapti. Va orqasidan va bashiris sobirin. Ana o'sha boshiga shu musibatlar, mana shu sinovlar tushib turganda sabr qilib turganlarga bashorat bering, xush xabar bering deyapti. Jannat xush xabarini bering deyapti. Bu musibatlar kelgan mahalda banda sabr qilib nima deyish kerak? U inson inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu istirjo kalimasi azizlar. Bu kalima eng dunyodagi inson mu'min bandani qalbiga eng katta rohat olib keladigan kalima mana shu. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz. Har qanday boshiga qiyinchilik tushganda birinchi aytadigan kalima shu bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu kalimani o'rgatdilar. Namuna bo'ldilar. Uvays al-Qaroni sahobalar davrida yashagan, rahmatullohi alayhi, u zot tobiinlardan bo'lgan. Tobiin degani kim? Sahobalarni ko'rganlarni tobiin deydi. Tobiinlarni ko'rganlarni tabi'a tobiin deydi. Lekin al-Qaroni Yamanda bo'lgan, Qaron qishlog'ida bo'lgan, payg'ambarimiz alayhisolamni ko'rish imkoniyati bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida o'zi iymonga kelgan edi. Imom Muslimning sharhida keladi, Imom Navoiy sharhida keladi, bu sahih. Borib sahobalik baxtini ko'rishligi mumkin edi payg'ambarimiz alayhisolamni ko'rib, lekin onasi qari bo'lib qaraydigani yo'q bo'lgani uchun chiqa olmagan. Yig'lar edilar payg'ambarimiz alayhisolamni ko'rmaganligidan. Onasiga qarab, ammo Uvays al-Qaroni rahmatullohi alayhi bir narsani bilmagan edilarki, payg'ambarimiz alayhisalom bu dunyodan ketishdan oldin sahobalariga qarab, qo'llarini Yaman tomonga ko'rsatib, shu yurtdan bir odam keladi, uning ismi Uvays bo'ladi dedilar. Onasi tufayli meni oldimga kela olmadi. Ey Umar dedilar, Hazrat Umar radhiyallohu anhu, agar uni ko'rsang duo ol dedilar. Qarang azizlar. Tiriklik mahalda jannatiyligi bashorati bergan sahobalarga qarab, u kelganda duosini oling deyaptilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu qachon xalifa bo'lganlarida, qachon Yamandan odam kelsa so'radilar, "Uvays al-Qaroni degan odam taniysanmi?" deb. Ko'rmasdan turib. Payg'ambarimiz alayhisalom ishora beruvdilarki, u yo'g'on bo'ladi, qo'lida bir oq dog'i bo'ladi. Chunki u mahu kasali bilan og'rib, duo qilib Alloh shifo bergandan keyin Allohdan so'ragan ekan, "Tangacha joyini menga oqlikni qoldirib qo'yginki, seni marhamatingni unutmay yuraydi." Mana shu zotni kutib yashadi. Nimaga erishdi bu martabasi bilan?
onaga bo'lgan xizmati bilan. Sahobai kiromlar, tobiinlar, salaf solihinlar, ulug' allomalar, avliyoullohlar hammasi ota-onani xizmatidan bo'ldi azizlar. Shunday ekan, biz ham ular uchun dunyodagi eng yaxshi so'zlarni gapiradigan farzand bo'lishimiz kerak. Ular uchun jonimizni fido qilib, ular uchun xizmatkor bo'lib yashamoqligimiz kerak. Dar haqiqat ona juda ham ulug'. Chunki ona homiladorlikni qiyinchilik mashaqqatini boshdan o'tkazadi. 9 oy bizni batni muboraklarida ko'tarib yuradilar. O'limni bo'yniga olib bolani dunyoga kelgizadi. O'lib qolish mumkin azizlar. Shunga rozi bo'ladi. Kechqurungi uyqusini bolasining uxlashligi uchun o'zini uyqusidan kechadi. Bola kulsa kuladi, yig'lasa yig'laydi. Jonini fido qiladi. Lekin biz katta bo'lganimizda bu xizmatlarda hammasini afsuska unutamiz. Umrda berilinganlarini ichida o'ziga yarasha nozik eng e'tiborli joylari bor. Bundan bittasi yoshlikdir, yigitlikdir. Yigitlik ham o'ta e'tiborli narsa ekan. Bu ham qiyomatda so'raladigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisalom buni ham aytdilar. Yigitlikdan ham so'ralinadi dedi. Va yigitligini g'animat qilib o'tkazganlarga katta mukofotlar va'da qilindi. Mana shunday mukofotlardan bittasi arshning soyasida rohat olishlikdir. Sahobai kiromlar o'zlarini yigitlik davrlarini, yoshlik davrlarini Payg'ambarimiz alayhisalomda xizmatlariga sarflaganlar. Jumladan mana shunday yigitligini, yoshligini, o'smirligini g'animat bilgan sahobalardan birlari Anas ibn Malik radhiyallohu anhu hisoblanadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu o'zlari Imom Buxoriyda faxr qilib aytgan so'zlarini keltiradilar. Ana xadamtu li Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam 10 sanawat deydilar. Men 10 yil Payg'ambarimiz alayhisalomga xizmatkor bo'lganman deydilar. 10 yil Payg'ambarimiz alayhisalomning madrasalarida ta'lim oldi. 10 yil Payg'ambarimiz alayhisalomning suhbatlariga nasibador bo'ldi. 10 yil Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nazarlarini topishlikka musharraf bo'lgan bu sahobadan ortiqroq baxtli kimsa bo'lmasa kerak. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'da onasi yoshlik chog'ida Payg'ambarimiz alayhisalomga qo'llaridan yetalab olib kelib, uni xizmatiga tashlab ketgan edilar. Shuning uchun ham Anas ibn Malik radhiyallohu anhu buyuk sahobalardan bo'lib, juda ham ko'p hadis rivoyat qilganlarni ro'yxatida turadilar. Va albatta o'z qavllariga, o'z so'zlariga ega bo'ladilar. Juda ko'p kitoblarimizda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislardan tashqari Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning o'z so'zlari ham, o'zlarini ilmga bo'lgan targ'iblari ham, duolari ham ko'p joylarda zikr qilinib keladi. Agar e'tibor qilsak, bu ayni mana shu yigitlikni, o'smirlikni g'animat bilmoqlik. Shuning uchun biz bugun g'animat haqida, umrni ne'mati haqida gapirar ekanmiz. Yoshlarimiz, yigitlarimiz ayni mana shu damda o'zlarini, vaqtlarini bekorga o'tkazmasliklarga harakat qilmoqliklari kerak. Ya'ni biror bir hunarni o'rganib yoki bir ilmni o'rganib, imkoniyati bo'lsa ota-onasi tirik bo'lganda ularni xizmatini qilib, ularni duolarini olish imkoniyati, oila topib, yaxshi bir jufti halolga uylanib, Alloh nasib qilsa farzandlar ko'rib, farzandini ham rushdi hidoyatlik va quvvat iymonli qilib tarbiya qilishlikdek mas'uliyatni o'tash vazifalari ham ayni mana shu yigitlik davrida bo'ladi. Demak, bu davrni g'animat bilmoq kerak. At-tajir as-saduq. Mana shu iborani Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ishlatganlar. At-tajir as-saduq yoki boshqa bir hadisda at-tajir as-saduqul amin. Ya'ni rostgo'y, omonatdor savdogar. Bilasizmi bunga qancha maqom, darajat va'da qilindi? Imom Daylamiy rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu dan aytiladi. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday deb marhamat qildilar.
At-tajiru saduqu tahta zilli arshi yawmal qiyamati. Rostgo'y savdogar qiyomat qoyim bo'lganda arshning soyasidan joy olar ekan. Qiyomat qoyim bo'lganda azizlar bir tangachalik soyaga muhtoj bo'lib ketamiz. Quyosh ikki nayza kelib turgan bir holatda qani endi ozgina bir soya bo'lsa-yu rohat topsa. Mana shunday paytda Allohning arshini soyasidan boshqa soya bo'lmas ekan. Allohning arshini soyasidan joy olish imkoniyatini rostgo'y savdogarga va'da qilindi. Yana bir hadisda Imom Termiziydan rivoyat qilingan sahih hadisda Rasulimiz alayhissalatu vassalam at-tajiru saduqul amin, omonatdor, rostgo'y savdogar qiyomatda nabiylar, shuhadolar va siddiqlar bilan birga bo'ladi deb aytdilar. Aziz savdogar akalarimiz, ukalarimiz, birodarlarimiz, qiyomatda Allohning arshini soyasidan joy olishni xohlaysizmi? Qiyomatda siddiqlar, anbiyolar, shahidlar bilan birga bo'lishni xohlaysizmi? Alloh sizga bu imkoniyatni beribdi, sizga ilhom beribdi, imkoniyat yaratib savdogar qilibdi. Agar siz o'sha aytgan at-tajiri saduqul amin sifatidagi savdogar bo'lsangiz, mana shu imkoniyatni bu dunyoda o'zida topib olasiz. Arshning soyasidan joy olish, siddiqlar va anbiyolar va shuhadolar bilan birga bo'lish imkoniyati rostgo'y, omonatdor savdogarda bo'ladi. Rostgo'y, omonatdor savdogar kim? U eng birinchi rostgo'y bo'ladi, yolg'on gapirmaydi. Hech narsada yolg'on gapirmaydi. Na savdosida, na boshqasida. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam boshqa bir hadislarda aytadilarki, as-sidq yahdi ilal bir val bir yahdi ilal jannat deydilar. Rostgo'ylik insonlarni birga, yaxshilikka yetaklaydi, bir esa jannatga yetaklaydi deb aytadilar. Val kizib, yolg'onchilik esa yahdi ilal fujur, fujurga yetaklaydi. Fujur yahdi ilal nar, ammo fujur esa do'zaxga yetaklaydi. Shuning uchun rostgo'ylik eng birinchi o'rinda turish kerak savdogar. Hech ham yolg'on gapirmaslik kerak. Yolg'on savdo qilmasligi kerak. Bor narsani aytishlik kerak. Savdogarlik Rasulimiz alayhisolatu vassalamdan bizga meros. U zot savdogar bo'lganlar, tojir bo'lganlar. Ham o'zlari hayot davrlarida qo'y boqib, cho'ponlik qilib chorva bilan shug'ullanganlar payg'ambarlikdan avval. Ana bundan keyin hammamizga ma'lumki, Hadicha onamizning karvonlariga boshliq bo'lib, Shom-i Sharifga karvon olib borib savdogarchilik qilganlar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam bilan savdoda birga bo'lgan Maysara ismli qul, u zoti bobarakotni hali payg'ambar bo'lmasdan turib ham savdoda yolg'on aralashtirmasdan haqiqat ila savdo qilganini aytib o'tadi. Yolg'on gapirmasdan, halollik bilan qo'rqib Allohdan mana shunday savdo qilishlik payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning bizlarga ta'limoti azizlar. Halol kasbkor qilishlik taqvo deb belgilandi. Halol kasblarda turishlik, yaxshi ishlarni qilishlik ham taqvoni belgisi azizlar. Chunki bu eng muhim narsalardan. Yana ulamolar aytibdiki, taqvodor odamning belgilaridan bittasi vatanini sevuvchi bo'lar. Taqvodor odam vatanini sevadi azizlar. Vatanini ravnaqi uchun o'zini hissasini qo'shadi. Bu taqvo belgisi. Chunki mana shu vatan uchun, yurti uchun xizmat qilishlik ulkan savob. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom bir mayitga janoza o'qimoqchi bo'ldilar. Janozaga kelganlarda endi janoza o'qiyman deganda Hazrat Umar radhiyallohu anhu chiqib aytdilarki, bu odam musulmon emas dedilar. Mo'minligini bilmaymiz buni. Hamma to'xtab qoldi. Rasulimiz alayhissalom indamasdan o'qib ketsalar hech kim e'tiroz bildirmaydi. Lekin Rasulimiz alayhissalom doim tarbiya qilganlar. Shu payt jamoatga burilib, mana shu marhumni taniydiganlar bormi dedilar. Bu marhumni musulmon qilishi kerak bo'lgan ishni qilganda ko'rganlar bormi dedilar. Hech kim indamadi. Qayta so'ragandagi bir odam aytdiki, men bu odamni taniyman, lekin nima musulmonlikdagi ish qilganini bilmayman, ammo bitta yaxshiligiga guvohman dedilar. Nima yaxshiligiga?
Bir kuni chegaraga soqchi qilib qo'ygan edingiz. Uxlamadik, charchab qoldik, dushman kelyapti, uxlamasdan turibmiz. Mana shu marhum bizni oldimizdan o'tib qolib, bizni ko'rib, sizlar charchabsizlar, uxlab orom olinglar, men o'rningizga qo'riqchilik qilaman, soqchilik qilaman deb chegarada soqchilik qilib turgan edilar deb aytuvdi. Haligi odam gapini tugatmas payg'ambarimiz alayhisalom Allohu akbar deb janozani boshladilar. Chunki vatanini chin qalbdan mu'min taqvoli odamgina qo'riqlaydi azizlar. Ikkita ko'zning egasini payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar-ki, do'zax kuydirmaydi deb. Bittasi Alloh uchun yig'lagan ko'z, ikkinchisi yurtini, vatanini, dini, diyonatini, oilasini o'ylab uxlamasdan qo'riqchilik qilgan ko'z. Mana aytaylik, xodimlar, ichki ishlar xodimi bo'lsin, Milliy gvardiya bo'lsin, askarlarimiz bo'lsin azizlar. Bir kun uxlamasdan vatanini qo'riqlashi ularni shuncha savobga olib kelyapti. Nima uchun qiladi bu narsani? Vatanini sevgani uchun. Shuning uchun musulmon odam azizlar vatanini sevish kerak. Vatanni sevib, o'sha vatan uchun jonini fido qilish kerak. Yana bitta johilligini kecha bir guvoh bo'ldim. Bitta odam ayoli kasal bo'lgan ekan, mashinasiga solib doktorga olib borib, ayoli og'irroq betob. Shifokorga olib borgan ekan, endi yarim tunda borgan, favqulodda borgan, borsa shifokor erkak kishi chiqqanda u aytgan, "Yo'q, erkak kishi bo'lsa ko'rsatmayman. Ayolga ko'rsataman." Chiqib ketgan, yana bitta shifoxonaga borib, u yerda xullas ayoli nobud bo'lgan. Bu johillik bilan ayolini o'ldirishga sabab bo'ldi. Bu taqvo emas azizlar. Endi bu tomonini bitta olib aytay. U shunaqa da'voni qilayotganlarni o'zlari birortasi qizini o'qitmaydi. Qizlarni o'qitayotganlarni tanqid qiladi. Deydi, qarang, bu qanaqa taqvodor qizini o'qityapti. Birodar, asli sizga o'xshaganda xotinini, qizini davolataman deb o'qityapti. Unga rahmat aytish kerak. Birinchidan, ikkinchidan, asli islom nuqtai nazaridan olib qaraganda Hidoyada yozyapti, qarang. Hidoya kitobimiz bilasizlar, mashhur kitob. Burxonli Marg'iloniyning kitobi. Mani gapim emas bu. Burxonli Marg'iloniy rahmatullohi alayhi gaplarini o'qib beryapman. Va yajuzu lit-tabibi an yanzura ila mawdi'il marad minha lid-darura. Tabibga nomahramni davolash maqsadida o'sha zarurat joylariga joiz bo'ladi qarashi. Masalan, erkak kishi tabib bo'lsa, ayolni davolashga ruxsat bor. Modomiki o'rniga o'rin bosari yo'q ekanmi, erkak davolasa bo'ladi azizlar. Erkakni ayol davolasa bo'ladi. Zarurat bo'lsa. Lekin hammamizda ham g'ayrat bor. Hammamizda ham aytaylik, millatimizga xos bo'lgan aytaylik g'urur bor. Ayolimga ayol qarasin, erkagiga erkak, lekin bu degani jaholatga olib borib bittasini nobud qilishlik kerak degani emas-da. Qolaversa, amaliyotlarda o'sha operatsiya o'tkazishlikda bechora shifokor u ming Alloh deb turadi u yerda qo'rqib. Uni hayoliga boshqa narsa kelmaydi. Bu jaholatdan ortiq narsa emas. Zarurat nuqtai nazaridan bo'lganda erkak doktor ayolni, ayol doktor erkakni davolasa bo'ladi. Endi buni oldini olishlik uchun qizlarimizni o'qitaylikda bo'lmasa. Ta'lim beraylikda azizlar. Qaysi sohada bo'lmasin. Doktor qilaylik, boshqa sohalarda ham qilaylik. Chunki kerakmi? Kerak, hamma sohada ayolning yordami. Talab qilyapmiz u. Demak, o'qitaylik. Shunda jamiyatdagi nomutanosiblik yo'qoladi. Lekin kechirasizlar, u agar bunday qiladigan bo'lsa, bu taqvo emas, bu jaholat. Men bundan bir necha yil burun bir janozaga borganimda, meni chekaga tortib turmush o'rtog'i, meni ayolim shu darajada taqvoligidiki, bir kasallik bilan olamdan o'tdi. Shu kasalligini xijolatlik joyida bo'lganligi uchun erkak doktorga ko'rsatishdan yuz o'girib, qon ketish bilan o'lishga rozi bo'ldi deb. Bu taqvo emas, bu jaholat. Mayli bu onaxon taqvoda turgandir, lekin jamiyat nima deydi qiyomatda? Men aytdim, otaxon, siz nima deysiz qiyomatda? Men nima deyman domla bo'lib turib, ertaga qiyomatda shu narsani aytmasam. Shuning uchun bu jaholat azizlar. Buni taqvoga aralashtirish kerak emas. Taqvo ilm bilan, ma'rifat bilan, amal bilan, go'zal xulq bilan bo'ladi. Bu masjidga anchadan beri kelish niyati dedim. Bu yangi ochilishida ham Allohning bir hikmati, marhamati,
mana shu keyingi davrdagi islohotlarni bir ko'rinishi, necha yillab ochilmagan masjidlarimiz Allohga shukr keyingi paytda ozginagina 3-4 yil ichida azizlar 200 ga yaqin yangi masjid ochdik. Alloh prezidentimizning umrlarini uzoq qilsin azizlar. Hamma sohada islohotlarni go'zal qilib berar ekan, bizni diniy qadriyatlarimizni ham juda chiroyli qilib beryaptilar. Bor narsani gapirish kerak-da, chunki Alloh Qur'onda aytadi: "Sa'izu billah va amma bi ni'mati robbika fahaddith." Alloh bergan ne'matni gapiring dedi-da, gapirish kerak. Bugun Islom sivilizatsiya markazi yoki Imom Buxoriy majmuasini ko'rgan har qanday odam lol qolmay iloji yo'q. Mana Usmon Qur'onini markazga olib chiqildi. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu yozgan Qur'on azizlar, bu Qur'on. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrida Qur'onni yozib qo'yishlik taklifi berilgan edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu birdaniga unamaganlar. Aytganlarki, Rasululloh buyurmagan ishni qilmayman, bir tog'ni ko'chir desanglar ko'chiraman, lekin bunga fatvo bera olmayman deb turganlar. Keyinchalik janglarda qorilar olamdan o'tib shahid bo'lgandan keyin ko'pchilik katta sahobalar kirib Qur'onni ko'chirib qo'ymasak bo'lmaydi degan taklif berganlardan keyin o'zi shu paytgacha ham terilarga, o'sloqlarga yozilgani bor edi, hammasini jamlab bitta Qur'on holatiga keltirgan va bu rivoyatlarda Hafsa onamizni uyida saqlangan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu qizlari. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida dunyoda keyin har xil qiroatlar chiqib ketgandan keyin qolganini hammasini bartaraf qilib o'zlari shu Qur'onni yozdirganlar. Butun dunyoga keyin asl Qur'onning nusxasini tarqatgan. Bizdagi Qur'on Hazrati Usmon radhiyallohu anhuning o'zlarida turgan, Qur'on tilovat qilib o'tirib turgan paytda shahid bo'lib qoni sachragan Qur'on azizlar. Shunaqa deyiladi. Uning dog'lari ham bor. Faqatgina ekspertizaga berishga qiynaldik, ammo UNESCO tashkiloti 2000-yilda obdon ilmiy tekshiruv, bir necha marta tekshiruvlarda o'tkazib turib, haqiqiy ekanligiga sertifikat bergan azizlar. Guvohnoma bergan. Chunki boshqa joylarda ham bor, aytaylik, Qohirada bor, Angliyada bor, Turkiyada bor. Lekin bizdagi Qur'onni, Toshkent Qur'oni ham deyiladi ko'proq kitoblarda, bu Qur'on asl ekanligi va eng qadimiy ekanligini ko'rsatadi. O'sha Qur'on u yoqqa ko'chgan, bu yoqqa ko'chgan, vaqtiga kelib Bag'dodga kelgan. 13-asrda sohibi Qur'on Amir Temur bobomiz borib, o'sha Qur'onni bu yoqqa Samarqandga olib kelganlar. Ba'zi rivoyatlarda Qoffoli Shoshi rahmatullohi alayhi ishtirok etgan kelishida deydilar. Qur'on kelib Samarqandda turgan. Keyin Chor Rossiyasi kelib, bu yoqda urushlar bo'lgandan keyin olib ketib qolib Sankt-Peterburgda qancha saqladi. 1905-yilda shu Qur'ondan 50 ta nusxa ko'chirilgan dunyoga, asli qolgan. 1917-yilda Ufa musulmonlari qattiq talabi bilan Ufaga keltirilgan. 1924-yilda Turkiston ulamolari, olimlari xalqini qattiq qistovidan keyin 24-yil bizga olib kelingan. Bu bir qanchagacha o'sha manbashunoslik, sharqshunoslik institutida, kutubxonalarda, har xil joylarda, qorong'i joylarda saqlandi. Keyin 89-yil xabariylar bor, bizni diniy idoraga berilgan bu narsa. Bu yerda ham bitta xonada saqladik, juda qiyinlik. Endi Qur'on shuncha asr o'tib, davlatimiz rahbari prezidentimizning harakatlari bilan o'zini joyiga, o'zini maqomiga o'rnatdi azizlar. Alloh nasib qilsa, sivilizatsiya markazi ochiladigan bo'lsa, borib ko'rsangiz, beixtiyor ko'zingizga yosh keladi. Qaniydi bu Qur'onning tili bo'lsa-yu, bo'lgan voqealarni gapirib bersa deysiz. Ne hodisa-yu voqealarning guvohi bo'lmadi. Shu Qur'on bugun mana shu markazdan joy topdi azizlar. Bularda hammasi azizlar, mana shu katta bir Allohning marhamati. Xuddi shuningdek aytmoqchi bo'lganim, bu masjidning ochilishi va boshqa masjidlarning ochilishi ham hammasi mana shu yurtimizdagi olib borilayotgan go'zal bir siyosat, davlat rahbarini inson qadri tamoyilini olg'a surayotgan nishonasi. Buni gapirish, bunga shukrona qilish va buni qadriga yetish kerak azizlar. Alloh bizni hammamizni mana shu ne'matda bardavom qilsin. Rasulimiz alayhisalom yana aytdilar, Zayd ibn Horisa ayolidan shikoyat qilib kelganlarda payg'ambarimiz alayhisalom ittaqillaha va amsika alayka zawjaka degan ekanlar.
ayolingni ushlab qol, Allohga taqvo qil. Demak, taqvo oilaviy munosabatda ham kerak. Oilaviy munosabatda ham taqvo kerak azizlar. Er va xotin munosabatida taqvo eng muhimi. Allohdan qo'rqishlik. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ittaqulloha fin nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillahi deganlar. Ayollar borasida taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar, chunki siz ularni Allohning himoyasi bilan oldingiz dedilar. Hatto hajjatul vadoda azizlar, payg'ambarimiz alayhisalom xutba qilganlar. O'sha xutbalardan keyin olamdan o'tganlar, boshqa haj qilmaganlar. O'sha xutbalarida ham bir nechta joyda mana shu gapni aytganlar, ayollar bobida Allohdan qo'rqinglar deb. Agar oilada er xotin muomalasida taqvoda tursa, oila baxtli bo'ladi. Bu ayolni mana Allohning omonati deb qabul qilsa, taqvodor odam unga zulm qilmaydi hech qachon azizlar. Oila mustahkam bo'lishligi uchun eng birinchi mana shu taqvo oilada kerak. Rasulimizning ko'rsatmalari bor. Ittaqulloha va'dilu bayna avladikum. Allohga taqvo qilinglar, farzandlaringiz orasida adolatlik bo'linglar. Demak, farzandlar muomalasida ham taqvo kerak ekan. Adolat bo'lish kerak azizlar. Farzandlar orasida adolat bo'lmasa bo'lmaydi. Qanaqa adolat? Biriga boshqacha muomala qilib, ikkinchisiga boshqacha muomala qilmaslik kerak. Hatto o'sha meros masalasida ham Qur'onga muvofiq teng taqsim qilinadi. Bizlarda bolalarga muomalada bir oz adolat buzilyapti. Toparmon, tuparmon bolamizni boshqacharoq ko'ramiz. Bu bolamiz yaxshi topyapti, bunga muomalani boshqacha qilamiz. U narsa bu ukalariga yoki narigi farzandimizga juda yomon ta'sir qiladi. Ha, otamga demak pul kerak. Onamga shu kerak ekanda. Shu narsa uchun ular bizga muomala, yo'q bunaqa bo'lmaslik kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham muhabbat, mehr bobida ularga adolatlik muomala qilishimiz kerak aslan. Farzandlar o'rtasida adolat bilan turishligimiz kerak. Hattoki ota ko'chadan bir hadiya olib kelsa, birinchi bo'lib qiziga bersin dedi fiqh kitoblarida. Lekin qizingizni turmushga berdingiz. Taqdir ekan kambag'alroq yigitga turmushga chiqib qoldi. Sizning mablag'ingiz yetarli. Hamma yo'g'ingiz bor. 4-5 tadan mashinangiz bor. Farzandlaringizni o'zi qolib, nabirangizga ham uylar qilib beryapsiz. Lekin qizga kelganda aytadiki, buni eri qilsin. U ham sizga farzand. Sizni qo'lingizdan kelsa unga yordam bering. Zero kuyov bolalar oriyat bilan hech narsa qabul qilmasligi mumkin. Lekin ota sifatida bunga ham bir yaxshi nigohini qaratish kerak. Mana shu taqvo azizlar. Oilada adolatlik bo'lib turishlik mana bu eng katta taqvolarning belgilaridan bittasi. Taqvodor odamni taqvo talab qilinadigan holatimiz xulqimizda azizlar. Oysha onamizga aytgan ekanlar payg'ambarimiz alayhisalom, "Ya Oysha, ey Oysha" degan ekanlar. "Alayka bittaqvalloh" degan ekan. Senga taqvo lozim bo'ladi. Taqvoda turgin va rifq. Mana taqvo va rifqni birga qo'yapti. Taqvoda bo'lgin va muloyim bo'lgin. Fa inna rifqa lam yakun fi shay'in qat illa zanahu va lam yunza min shay'in qat illa shanahu dedilar. Ya'ni ey Oysha, Allohga taqvo qil. O'zingga lozim tut muloyimlikni, xulqni. Chunki muloyimlik qaysi narsada bo'lsa, uni bezaydi, uni qaysi narsadan tortib olinsa, u ayblik bo'lib qoladi dedilar. Musulmon odam azizlar qo'pol bo'lmaydi. Musulmon odam xush muomalalik bo'ladi, muloyim bo'ladi. Qo'rqoq bo'lmaydi. Muloyimlik bilan, xush muomalalik bilan, chiroylik xulq bilan qo'rqoqlikni aralashtirish kerak emas. Mo'min odam qo'rqoq bo'lmaydi, shijoatlik bo'ladi kerak bo'lganda. Lekin tabiatan mo'min odam muloyim, husni xulq bo'ladi. Ayniqsa taqvolikni da'vo qilayotgan odam. Lekin kechirasizlar-ku, ba'zan mana shu taqvoni talab qilayotganlarimizda qo'pollik bo'ladi. Muomalamizda qo'pol bo'lamiz.
shu masjiddan chiqingda, agar bittasini mashinasini boshqa mashina bilan shoshilib to'sib qo'ygan bo'lsa yoki bir qilgan bo'lsa, ana o'sha yerda qo'pollikni boshlaydi. Bir oz chiqqanimizdan keyin tabiiy ravishda mashinalarimiz tiqilishni boshlaydi, o'sha joydan boshlaymiz. Qani bu bizni taqvoyimiz? Qani biz Allohning uyiga kirib ma'naviy ozuqa olib chiqib xulqlanganimiz qayerga ketdi unda? Aksincha azizlar, bir haftada bir marta juma bizni ma'naviy tarbiyalanishimizga imkoniyat. Bir oz bir haftada sovib qolgan bo'lsak, bir oz uzoqlashib qolgan bo'lsak dinimizdan, odobimizdan, axloqimizdan, mana shu juma sabab biz yana tiklanib olamiz. Ha, yaxshi bo'ldi, jumada yaxshi o'zimga kelib qoldim deb chiqish kerak. Ana o'sha xulqi bo'lishligi kerak. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu deb gaplari bor. Hikmatni boshi bu taqvo. Taqvo bo'lsa odam hikmatli bo'ladi. Mana birinchi bo'lib demak o'sha taqvo lozim bo'lgan narsa, taqvodorlik hissiyoti, taqvodorlik belgisi bu itoat ekan. Itoat hamma joyda bo'lish kerak-da azizlar. Bitta tashkilot bo'lsin, rahbar bo'lsin, u yerda unga itoat qilinish kerak. Oila bo'lsa, oila rahbariga itoat bo'lish kerak. Hattoki payg'ambarimiz alayhisalomning bir ajoyib bir odatlari bor edi, sunnatlari azizlar. 3 ta odam ko'chada safarga ketayotgan bo'lsa, sahobalar shularni bittasini rahbar qilib qo'yardilar. Aytardilarki, kim ketyapti falonchi, sen jamoaga rahbarsan derdilar. Rahbarsizlik bo'lmasligi uchun shunday qilardilar. Mana safarga chiqqanda bilasizlar, agar safarga chiqqaningizda bitta ichingizda rahbaringiz bo'lmasa, hech safaringizda rohat bo'lmaydi-da. Biri u deydi, biri bu deydi, biri masalan bu yerga boramiz deydi, biri bu yerda ovqatlanamiz deydi, bu yerda bu qilamiz deydi. 3 ta ulpat bilan chiqsangiz ham bittasi agar jo'raboshi bo'lmasa, gapingizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun odatda bitta jo'raboshi tayinlab olamiz. Falonchini aytganini qilaylik deymiz. Chunki 10 ta odamda 10 xil fikr bo'ladi. Hammada o'zini fikri bor, o'zini qarashi bor. Lekin agar har kim o'zini fikri bilan ish qilsa, unda ish yurmaydi. Oilada ham shunday. Hamma o'zicha gapiraveradi, qarorni ota qabul qiladi. Aytadi, "Xo'p, yaxshi bolam, hamma gaping to'g'ri, lekin mana uni qil, yaxshi bo'ladi" deymiz. O'g'limiz dod deydi, faryod deydi, biz aytganimizni qiladi. Bir kunlar o'tgandan keyin uzr, to'g'ri aytgan ekansiz deydi. Chunki u rahbarda tajriba bor. Shuning uchun bu jamiyatda ham rahbarga itoat qilish kerak azizlar. Bu taqvo belgisi.